Xayrli kun rolikda o'z kuzatuvchilari, navbatdagi gigant monster skuterimizni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ushbu skuterimiz og'irlik ko'tarishi 1 tonna yukni bemalol ko'taradi. Farlarni ham ko'rishingiz mumkin. Naq yonida 6 ta fara, asosiy 7-fara bilan jihozlangan. Pultlari ham zapaska pultlargacha beriladi. Ochiladigan pultdan kalitni o'zlari o'tasa bo'ladi, pult qilib boshqarsa bo'ladi bemalol. Balonlar shirokiy balon, ko'rishingiz mumkin. Traktorda baloniga o'xshaydi. Tormozlari jitkisli tormoz har doimgidek. Akkumulyator ham 62 lik akkumulyatordan 6 ta. Miya motorlari naq 1800. Korpus qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bemalol bekka 2 kishi emas, 3 kishi ham bemalol chiqsa bo'ladi. Elektron emas, qo'l bilan bemalol ag'anatish mumkin yuklarni. Akkumulyatorlarni ko'rsatib qo'yasiz. Naq akkumulyatorlar sonini ko'rishingiz mumkin. 6 ta. Motor miyalari ham eng baquvvat, amortizatorlar, balonlarga ham gap bo'lishi mumkin emas. Zapaska balonlarni ham ko'rsatib ketasiz. Ushbu gigant monster skuterimiz narxi $1350. O'zbekiston Liboy hududlariga yetkazib berish xizmatlari bor. Narxlar kelishilgan holatda. Bizda faqat naqd savdo, undan tashqari muddatli to'lovga bemalol bitta pasport evaziga xarid qilishlari mumkin.